Navbatdagi skuterimiz bu ham qolgan skuterlardan hech qanaqa farqi yo'q. Buni tormoz tizimini aytaman hozir. Birinchi tormoz tizimi. Жеткисли tormoz, внутренний kolotkali, ko'ryapsan? Diskali. Kolotka orqali diskani ushlaydigan maqsadni yetkazmoqchiman. Dugasi bor, faralarni ko'ryapsan, lupa alohida, tepada ikkita поворотник uchun alohida, orqa o'rindiq uchun alohida noshka, oldi o'rindiq uchun alohida noshka, batareykasi soni 6 ta 20 likdan jihozlangan, balonlari saka. Diskalarni ham необычный chiroyligina qilib yasalgan. Ko'rib turganlaringizdek, orqada ham polni oldidan boshlab dugalari chiroyligina qilib o'zini dizayniga mos qilib yasalgan. Mana bu ko'rib turganlaringizdek bachok. Bachok orqada, sidenning tagida ham bemalol hujjatlar yoki prichatka shunga o'xshagan narsalar qo'ysalaringiz bo'ladi. Orqa qismidan ko'rinishi, orqa zadni stoplari, nomer qo'yadigan joylari bor. Umumiy ko'rinishi shu. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 7 million. Manzilimiz Qarshi-Quruq, Samarqandda. Telefon pastda qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib kelaverasizlar. Bizda eng qizig'i Samarqand bo'ylab dastavkamiz tekin, bepul dastavka qilib beramiz. Qayerda bo'lsa ham dastavkamiz bor. Bitta video oldim, bunisini reklamasini qo'ygan edi.